Assalomu alaykum, o'tirsam maylimi? O'tirib bo'ldingiz-ku. Bilasizmi, g'alati holat yuz berdi. Shunchaki ovqatlangani kelgandim. Keyin anovi yigit 10 marta yonimga kelib ketdi. Rosti juda ham qo'rqyapman. Balki politsiyaga murojaat qilasiz. Yo'q, nega endi politsiya? Shunchaki yigitim bo'lib bering. Ismim Kamilla. Asad. Eshit, Kamilla. Albatta sen xafa bo'lmagin, ammo men juda bandman. Bu birinchidan, Kamilla. O'sha yigit go'yoki senga xiralik qilayotgan. U seni tanishing yoki sheriging istagandek o'yla. Chunki bunday soqol qo'ygan odam ayol sharfiga qarab o'tirmagan bo'lardi. Qolaversa, bu yaxshi, muhtasham restoran. Shahar markazida. Bu yerda hamma odam odob saqlab o'tiradi. Sen esa odob nimaligini bilmaysan. Qisqasi, sen erkak oldiga borasan, yordam so'raysan, keyin tanishasan va mehmonxonaga birga borishni so'raysan. Ishonchim komilki, mehmonxona shu atrofda 100%. Gapim to'g'rimi?